Barchaga assalomu alaykum. Hozir sizlarga g'aza ichimlik qaranglar. G'azo uchun bismillah. Hozir sizlarga ish jarayonimni, ishlayotgan joyimni ko'rsataman. Mana bu uy, mana katta uy. Aylantirib bemalol ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli uy. Eshikni ochamiz. Juda qattiq. Kiraverishda mana bu koridor, kilaymiz, teramiz. Ham koridorda shundoq mana ish joy. Mana bu xonani, mana bu xonani, yana mana bu xonalarni kafil derish kerak. Mana bunaqa kafil bo'ladi bu xonalar. Ya'ni archa bo'ladi yo'lga. Hop, biza qilayotgan hozirgi boshlagan ishimiz vannalardan boshlayapmiz. Mana bu birinchi vanna. Bu birinchi qavatdagi vanna. Buni hali boshlaganimiz yo'q, chunki ikkinchi qavatda ham bor manzilada. Shundoq ko'taramiz. Bemalol hamma tomonga aylantirib ko'rsanglar bo'ladi, har tomon ko'rinadi. Meni qaranglar, u yoqqa qaranglar, bu yoqqa qaranglar. Bu xonalar hech narsa bo'lmaydi, u yoq, bu yoq. Xo'sh, mana birinchi xonamiz. Bemalol aylantirib ko'rsanglar bo'ladi. G'aza zo'r ketyapti. Qaranglar. Deyam chiqib. Hozir bu xonani terib olsak, keyin narigi xonaga o'tamiz. Shu detalga urganimiz yo'qolib qolibdi. Kim ko'rmaganmi? Xo'sh, u xonaga o'tish oldiga balkonimizni ko'rsatdik. Mana balkon. Balkonni bilasizmi nima qilish kerak? Mana tomosha qilinglar, tomosha. Atrofni go'zalligini qarab, ko'rib bo'ldinglar, ko'rib bo'ldinglar. Ishga qaytamiz. Xullas, ikkita vannani, bitta polni ko'rsatdim. Mana bu 3-chi vanna bo'lamiz. Kichkinagina bu yergacha boshlab qo'yganmiz. Hozir narigini tugatmas bu yerga ham tugatamiz. Boshlaymiz. Davom ettiramiz. Shunaqa. G'aza golaga gap yo'q lekin. Alhamdulillah. Bu hech qanday reklama emas, menga pul bermagan. Shunchaki o'zimga do'konda ko'rib qoldim birinchi marta. Yoqqani uchun oldim. Zeradan tushishlar, atrofda tomosha qilinglar, tomosha. Biz sherik o'tiribdi, unda g'aza gola ichib. Bundan shunaqa. İşli yakunlarını, ishni kachествolarini tugagandan keyin mana bu pollarni hammasini ko'rsataman. Ungacha hammaga xayr, salomat bo'linglar.